Bu yıl 4-ayda Yaponiya parlament a'zoligiga saylangan Uyg'ur qizi Arifiya xalqarodagi nopuzliq jurnal bo'lgan Davr jurnalining 2023-yilda kelgusiga ta'sir ko'rsatadigan 100 shaxs tizimligidan o'rin olgan. Bu tizimlik sog'lomlik, klimat, savdo, tantarbiya, san'at va boshqa jihatlarda qad ko'tarayotgan shaxslarni taqdirlashni maqsad qilgan bo'lib, uningga jamiyatdagi eng jiddiy masalalarni yangi hal qilish chorasi bilan ta'minlagan olimlar, siyosatchilar, bosh ijroiya amaldorlari, san'atkorlar, olam ishqchilari, kutubxona xizmatchisi qatorliq har sohadan shaxslar kirgizilgan ekan. Davr jurnali Arifiyaning bu tizimlikka kirgizilishining sababi haqida to'xtalganda, bu yil 4-oyda Yaponiya parlament a'zoligiga saylangan Arifiyaning Yaponiya siyosat sohasidagi yashangan erlarning hokimiyatiga raqobat e'lon qilganligini eskartgan. Uningda mundaq deyilgan: Yaponiyada taxminan 90% parlament yoki ministerlik vazifasini erlar egillagan. Parlament a'zolarining o'rtacha yoshi 56 yosh. Ammo Uyg'ur va o'zbek aslidan bo'lgan 34 yoshli Arifiya eri Yaponiyadagi ko'p xalqning chempioniga aylandi. Angliya hukumati 2023-yil 9-oyning 14-kuni e'lon qilingan bayonotida Xitoy jasuslarining barg'ansir murakkab jasuslik harakatining bir qismi sifatida siyosat, mudofaa va savdo qatorliq sazgir o'rinlardagi Angliya amaldorlarini nishon qilayotganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Angliya hukumati bu bayonotida parlamentning 7-oydagi doklatiga javob bergan bo'lib, parlament hukumatning Xitoy olib kelgan tahdidga tutgan pozitsiyasining yetarli emasligini o'ttirg'a qo'yib, hukumatni tanqid qilgan. Bayonot yana mundaq deyildi: Xitoy xizmatchi qabul qilish programmalari orqali sazgir bilim va muhim o'rinlardagi tajribasi bor Angliya va ittifoqdosh davlatlarni o'ljamoqchi. Xitoyda uy bahosining to'xtab qolishi uy mulk kasbida saqlanayotgan qarz masalasi va mablag'ning tuvalishi bilan parallel davomlashmoqda. Davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan turalg'i uy baho ko'rsatkichiga qaraganda, avgustda Xitoydagi 70 cho'ng va o'tir shaharning 17 ta yangi uy bahosi oldingiga solishtirganda o'rilgan. 53 shaharda muqim holatda turgan yoki tuvallagan. Birinchi darajadagi shahar deb qaralgan Beijing, Shanxay, Guangzhou va Xinjiangdagi yangi uy bahosi avgustda 0.2% tuvallagan. Ma'lum bo'lishicha, bu shaharlarda 6-oy va 7-oylarda uy bahosi tuvallagan. Filippin qurolli qismlari g'arbiy rayon qo'mondoni muavin amiral Alberto Carlos Janubiy dengizga yig'ilgan Xitoy paraxodlarining ko'payishidan andish qilayotganligini bayon qildi. Carlos tunigunga qadar u davlatning G'arbiy Filippin dengizi deb atalgan Janubiy Xitoy dengizidagi alohida iqtisodiy rayonda taxminan 40 Xitoy baliqchilik paraxodining bayqalganligini, bu sonning yaqinqi bir necha hafta ichidagiga qaraganda ko'p ekanligini ko'rsatdi. Xitoy bosh ministri Li Chang yaqinda Amerika bilan bo'lgan munosabatni texmi yuqori pallaga ko'targan Vyetnam va Indoneziya bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatni texmi taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini aytdi. Li Nanning shahrida o'tkazilgan 20-navbatdagi Xitoy Sharqiy Janubiy Osiyo ellar ittifoqi yarmankasiga qatnashish uchun kelgan Vyetnam bosh ministri Pham Minh Chinh va Indoneziyaning muavin prezidenti Ma'ruf Amin bilan ko'rishgan. Li matbuotlarga bergan bayonotida ularning Vyetnam va Indoneziya bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatni texmi yuqori pallaga ko'tarmoqchi bo'layotganligini ta'kidladi. Aytishlariga qaraganda, 2 haftadan ko'proq vaqtdan buyon oshkora bo'lmagan Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Xitoy doiralari tomonidan tekshirilib o'tibdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, rayonlik bexatarlik amaldori va Xitoy armiyasi bilan bevosita aloqalashgan 3 kishining bayonotiga asoslanganda, Shangfuga qarata olib berilgan tekshirish harbiy uskunalarni sotib olish bilan munosabatli ekan. Harbiylar bilan bevosita aloqalashgan 2 kishining aytishicha, Li Shangfu 2017-yildan 2022-yilgacha rahbarlik qilgan Xitoy armiyasi sotib olish atritining 8 yuqori darajalik amaldorini tekshirilib o'tibdi.